Mana o kechagi o'g'il kuni olib kelingan 550 markalar seminda quyganmiz. Endi bilmaydi, u qanaqadir bu safargi qop-qora chiqibdi. Kecha bugungi bugun ertalabki terilgan g'ish. Yo'llari ham, uni nimalari ham mayda. Mayin chiqqan, mayin. Ya ana har bitta bizni qolipdan 6 tane g'ish chiqadi o'ka. Har bitta g'ishni o'rtasida listi bor. O'shuning uchun mana razmerlari yaxshi. Mana 10 10da o 8 ta chiqadi xolos. Mana kechaga g'ish. Tamash qoldi hozir. Ish bir kunlik. Bu ham o'sha yangi 550 semindan quyilgan. Qurisa ham qop-qora qurib. Ya o'ta bilmayman endi. Nima qilmanim? Ben 550 o'ta вообще zo'r. Kechaga g'ish, kecha ertalab terganmiz, mana bugun hozir beribdi. Bitta tovuqxonaga g'ish bertganmiz, вообще qattiq iloji yo'q. Mana kechaga g'ish ham berdi-da. Qarang, uni qop-qora chiqqan. Tosh semin zo'r chiqibdi, xudo xolasa ko'z tegmasin. Gaza blokingga kerak bo'lsa 97 370 23 23. Faqat 3-4 kun oldi bilib qolsa unga qarab turib yig'amiz. Demak, hozir chiqqan mana hozir. Ketib turibdi mana kechaga tamash qoldi. Demak, bizda kuniga 180 ta chiqadi xolos-da.